mana shu gilamimizni eni 5 metrli 460 qilib eritdik. Ve bizdagi vizib tashlashibdi bizga. Qaysi gilam qurish bo'lsa ham, biz ham chizmasdan turib kesamiz bitta liniyada xudo xolasa. Pistolet qilib chiqara olasizlar, bizga o'xshab olib keling. Yaqinroqda olib kelib ovoz eshitilsin. Bitta chiziq, bitta liniya xudo xohlasa libo gilam burishga vizib. Chizmasdan bitta yo'ldan kesishaman. Liboylarga o'tim shukurlo. Namangan Samarqand gilamlari, Namangan Lola Jahon bozori ro'parasida libo gilam burishga vizib mana. Ko'rsat mana. Pistolet qilib chiqarisholar ham shunaqa qilib, ag'ini ham ochman. Liboy figuralarda kesishaman. Liboylarda 10 burchak qilishadimi, 5 burchak qilishadimi, 3 burchak qilishadimi? Olmani chiqarish kerakmi, bexini chiqarish kerakmi? Liboyni chiqaraman, javob.